Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan siz aziz kitobxonlar uchun tayyorlangan book trailer. G'afur G'ulom buyuk o'zbek yozuvchisi va shoiri 1903-yilning 10-may sanasida Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida tug'ilgan. 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan yetim qolgan G'afur G'ulom avval eski maktabda, so'ngra Rus tuzem maktabida ta'lim olgan. 1919-yildan 1927-yilgacha u o'qituvchi, maktab direktori, ma'naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo'lib ishlaydi. Bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. G'afur G'ulom quyidagi asarlar muallifi: Feliks farzandlari, Dinamo, Xitoy suratlari, Biz sizlar bilan tirikmiz, Jonli qo'shiqlar, Sizga, Sovg'a, Tong qo'shig'i, Qo'qon dostoni, Sen yetim emassan, Qayg'u, Bir-biriga shogird, bir-biriga ustoz, Sizlarga yoshlar, Bahor taronalari, Netay, Yodgor, Shumbola qissalari va Shariat nayranglari, Mening o'g'rigina bolam hikoyalari va boshqalar. O'zbekiston xalq shoiri G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyulda vafot etgan.